o'zi Koreyadan to'g'ri Vyetnamga qarab solo trip qilamiz. Oxirigacha ko'rib borsanglar, tur firmasiz qanaqa borishi, polni life hacklari hammasini qo'yib boramiz. Hamma qiziq joylar oldinda. Vyetnam ko'chalariga yetib keldik. Bu yerda taksiga eng zo'r pulajini Grab deb eshitdim. O'shanga sразу Grabdan taksi chaqirdim. Hozir ko'ramiz qanaqa mashina kelar ekan. Kursi 26.100 dan, aeroportda o'zida $50 mayli bordim. Yeah, it's me. Grab. Okay. Grabdan taksi qildim. Mitsubishi mashinasi keldi. One, huh? Yeah, one. Okay. Ketdik. Bu gastitsani tashqi ko'rish. Mana joydan kiriladi. Yonida Corona Casino degan joy bor. Bu yerda food court. Mana shu to'g'rida Magic City'ga o'xshagan joy bor. Hozir to'g'ri gastitsani ozodlashga harakat qilamiz. Bu kirish reception. Bu yerda ikkita blok bor, A blok bor, B blok bor. Chap tomonda A blok. Buning orqasida такой mini bar bor. Hop, bu yerda частный restoran, bu yoqqa pul to'lab turiladi. Mana обычный restoran, o'zi gastitsaniki. Agar So'kchino или faqat zavtrak bo'lsa, mana shu yerda ovqatlanasiz. Ham yana gastitsan zavtraki. Soat 10 da yopilar ekan. Soat hozir bizda necha? 9:50 bo'lgani uchun odam ham kam. Narsalar ham juda tugab qoldi. Ottagina, uyutni. Mana Vyetnam o'zi buddist shaharlardan ham yozib qo'yishgan. Чтобы musulmonlar adashmasin. Yozda yana yolda suvlar napitklar ekan. Bu yoqda omlet pishib berar ekan. Hozir omlet pishib. Burada ham ikkita zonasi bor. Birinchi restoran, ikkinchi restoran. Mana ham kazino. Bu yoqqa отдельно kiriladi. Pasport bo'lsa bo'ldi. Otelda kazinosi mana. Ismoil? Oh. Sop qo'y anaqangga. Yo'qol bo'lmasa. Kelasizlar, tirs aylantirasizlar. Astag'firulloh deb qarashib, mana pul to'lasizlar. O'sha ikkinchi restoran, bu ham tekin joy. Narsalar ham bir xil. Aytishmaydi. Mana bu yerda klinikasi bor. Istirohat kelib bo'lsa, tekin ko'rib beradi. Va endi obed vaqti. Obed vaqtida ham xuddi shunaqa.
halol degan yozuv ovqatlarni отдельно qo'yib qo'yishgan, spesialni. Va hozir ham soat necha? 10dan 12dan 2 gacha ishlayotgan. Hozir soat 2 bo'lgani uchun odam ham kam. Bemalol asar qilib ovqat topshirib qo'yaman. Ammo yo'qimdan. Şaşırdı. Piyoda barne. O'tda eng yaxshi tomoni agar shvedskiy so'v kuchini olsanglar, ancha vegnicha olsanglar. Yaponiyada anaqa ko'p raspet beradi. İtalyanskiy pizza ham mana. Netsanta qo'yilyapti. Ham halol yozuvlar bor edi. Yog' tomoni bor, yog' tomoni bor. Ikkala tomoni bir xil, menyusi ham bir xil. Просто ikkiga bo'lib qo'yishgan. Завтрак ham shu yerda, obed ham shu yerda, ужин ham shu yerda. Da Bizdanya bor, Etorda restoran, u ham частный restoran. Shu tomonga chapga qarab chiqsanglar, o'sha basseynga chiqasizlar. Bu ko'chaga chiqadigan zona. Plajga emas, hozir birinchi basseynga o'tib boramiz. Akvapark ham o'zi otelga chegiradi, tekin. To'g'ri yursanglar plyaj tomon, chap tomon, просто basseyn. Otel o'zini akvapark. Hozir Hamdan boshqarib chiqamiz. Let's go. Mana shundoq basseyn oldim, anaqa bari ham bor. Bu baram çok включено ichida. Mana bu tomonidan o'sha plyaj tomonga qarab yurib ketsa bo'ladi. Mana plajga ham yetib keldik. Odam uncha ko'p emas. Suv ham iliqqina 28 gradus ko'rsatdi.
Mana tuk-tukka chiqamiz. Bular 50 baht ekan atiga. 50 bahtmi o'sha vyetnamskiy pulda. Boshqalardan. Hozirgi tuk-tuk degan mashinada mana shu joyga keldik. Bambukdan qurilgan zdaniya ekan qanaqadir. Tak turistik zona qilib qo'yilgan, kirish tekin absolyutno. Ya, buni to'g'risida o'sha Fukokka mashhur Disneyland kopiyasi. Mana shu yoqqa qarab aylanamiz. Walking Street. Shu joyga kirdik. Endi bu ichini polni qarab abdurib chiqamiz. Mana shu yerda eshitdim, o'zbekcha halol ovqatlar ham rosa ko'p. Mana mevalar. Narxlari bilan. Durian. Tayski masajlar. Vegan. Buradan tayski masaj. Мороженое. Hello. Mana bitta suv mahsulotlari ko'chasida tayyor pishirib berar ekan. Mana dengiz tariganlari. Mana suv mahsulotlarining davomi. Rablarni qarayman. Wow. Steak. Vietnam kesili ochiq qolmas ekansizlar mana. Halol ovqatxona vashshi ko'p. Prям ko'p. O'zi otel ichida ham halol ovqatlar ko'p, lekin tashqarida ham ko'p. Marta shran qamich chiqadigan joy topib qoldik. Kechqurun bu yerda har kuni soat 8:30 da shou boshlanadi va har haftaning shanba kuni esa soat 9:55 da yorqin salyut otadi. Keyin esa tong sahardan tuk-tuk mashinada Fukokning eng mashhur safari zooparkiga yo'l oldik. Bu joyga kirish kishi boshiga 850 bahtdan tushdi. Fukok safari Vyetnamning eng katta ochiq turdagi hayvonot bog'i hisoblanadi. Bu yerda 150 dan ortiq turdagi 3000 ga yaqin hayvonlar yashaydi. Eng qizig'i bu joy odam qafasda, hayvon erkin prinsipi asosida qurilgan. Safari qismida maxsus avtobusda yurib, arslon, bulbar, jirafa, zebra va nosoroqlarni juda yaqindan ko'rasiz. Ayrim hayvonlar avtobus yoniga kelib qoladi. Adrenalin 100%. Bundan tashqari bu yerda qushlar, jirafalarni qo'lda oziqlantirish va bolalar uchun alohida zona ham bor. Fukokka kelib bu joyni ko'rmaslik katta xato. Hổ mình nghe là lời hổ lớn. Fukokda skuter asosiy transport vositasi hisoblanadi. Rasmiy statistikaga ko'ra, shahardagi transport harakatining katta qismi mototsikl va skuterlar hissasiga to'g'ri keladi. Va yana ko'zga ko'p tashlangan narsa bu dayditlar. Chunki mahalliylar ularni haydamaydi, omad keltiradi deb ishonishadi. Bu yerda hayvonlarga zo'ravonlik qattiq qoralanadi. Shuning uchun itlar odamdan qo'rqmaydi, juda xotirjam yuradi. Bu Vyetnamning eng mashhur do'konlaridan bittasi. Yaqin har bitta turist keladigan joy bo'ladi, mana shu joy. Обязательно keling. Mana bu o'sha joyi, mana ichki ko'rinishi.
assortiment narsa bor. Kiyim kechak islam suvenirmi? Hamma turistlar mana shu kela olishadi mana. Mana bu qator polniy futbolka lekin. Assortiment. Har xil. Fukokka eng mashhur turistik zonalardan bittasi Nashnoy Rinik. Bu joy kech paytga 5 dan to 11 gacha ochiq bo'lar ekan. Bu joyda mana har xil mevalar sotadigan. Hozir ko'rib chiqamiz polностью. Что nima qanaqa narx-navolarni ham ko'rib. O, ekzotik fruktlar qarang. Qaytdik. Fukokning tungi bozori bu nafaqat oziq-ovqat, balki tungi hayot markazidir. Bu bozorda siz har xil dengiz hayvonlaridan ovqatlar va yangi uzilgan har xil turdagi mevalar, dengiz jemchugidan zeb-ziynatlar va har xil suvenirlar. Bozorning atmosferasi juda jonli. Tungi bozor nafaqat ovqat emas, bu Fukok madaniyatini his qilish va jamoat bilan birga kech kiritish joyidir. Ertasi kuni Fukok orolining eng mashhur kanatli yo'li, ya'ni Xontomga bordik. Yo'l-yo'lakay bilet sotib oldik. Kishi boshiga 850 ming wondan tushdi. Bu 850 ming batga Xontom orolidagi barcha narsa kirib ketadi, ya'ni akvapark, har xil attraksionlar, ovqatlanish va shunga o'xshash narsalar. 1 soat deganda yetib keldik. Bu joyga обязательно kelish kerak ekan. Vashti chiroyli joy dedik. Venetsiya emas. Bu Fukok deydi. Чисто европейский stilda qurilgan. Chiroyli qarang, go'zallik. Xontom kanal yo'li dunyodagi eng uzun dengiz ustidan o'tuvchi kanatli yo'l hisoblanadi. U Fukok orolining Xontom oroli bilan bog'laydi. Yo'l davomida dengiz, kichik orollar va tabiatni juda chiroyli manzaralarni ko'rish mumkin. Sayohat taxminan 15 daqiqa davom etadi va oxirida akvapark hamda dam olish zonasi joylashadi. Yaqin kelajakda shu joyda shunaqa ostrov va zdaniylar quriladi. O'sha boshlangan ham. Mana endi akvaparkga ketib ko'ramiz. Yakrish ham tekin ekan. Da VIP. Avvalo